Vaqtidan kam uxlash birinchi navbatda o'limga olib kelishi mumkin. Chunki kortizol gormoni bilan bog'liq bo'ladi va bu kortizol gormon joyida bo'lmagandan keyin texokardiya, yurak kasalliklari, insultga olib kelishi mumkin. Va undan tashqari lanchlik, o'zingiz charchagan his qilasiz. Misol uchun 4 soat uxlasangiz, 5 soat uxlasangiz, o'zingiz sizni motivatsiyangiz bo'lmaydi ishlashga. O'zingizni juda ham holsiz his qilasiz. 6 soat uxlasangiz ham charchagan. 7-8 soat uxlasangiz bu to'yingan uyqu hisoblanadi. O'zingiz energetik his qilasiz, ya'ni energichni his qilasiz. Lekin 8 soatdan oshdimi, 9 soat uyqu sizni yana charchagan, holsiz, loqaydlikka olib keladi. 10 soat, 12 soat uxlashlar sizni depressiyaga olib keladi va 20 soat uyqu gipersomniyaga olib keladi. Eng yaxshi uyqu 7-8 soat uyqu hisoblanadi. 7-8 soatdan kam bo'lsa ham muammo, ko'payib ketsa ham sizga yana muammoga olib keladi. Iloj bo'lsa soat 10 dan 6 gacha yoki 10 dan 7 gacha uxlash kerak. O'sha paytda melatonin gormoni ishlab chiqariladi. Biz uxlaganda organizm ishlaydi. Shuning uchun har doim kechga vaqtida uxlash, vaqtida turish bu insonning salomatligi uchun birinchi navbatda kerak.